YouTube'da bizni kuzatuvchilar, assalomu alaykum. Bugungi ishimiz 30-mart kunida Chinobodda bo'lib o'tyapti. 160 kvadrat to'g'imizni tugatish jarayonidamiz. Ko'rishingiz mumkin. 8 sm ga zakaz olganmiz bu yerga. Chiroyli qilib 8 sm qilib berilyapti. Uyimiz aylana atrofi shunaqa bo'lgan. Birinchi qavat. Ustagilarimiz mana chiroyli qilib rasvorlar tayyorlab qo'yishyapti. Ko'rishingiz mumkin, to'g'imizga bir baho berib qo'yasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir donadan like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar. Bizni kuzatishda hamisha davom etinglar. Biz xalqqa xizmatda bo'lamiz. Peynamiz mana shunaqa qo'yib bo'ladi. Bir necha daqiqadan keyin juda ham chiroyli qattiq darajada bo'ladi. Bunaqa yorilib ketmaydi, 100% garantiya beriladi ishimizga. Gipslarimiz ishonchli Optimus zavodidan keladi. Behijolat uylari, peynadan lombos qilsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.